Do'stlar, mana hammamizga kerak bo'ladigan master включатель qo'yishi sxemasini hozir ulab qo'yganman. Endi sal kabellar sal chalkashroq, e'tibor bermaysizlar. Qarang. Faza 0 keladi, faza keladi. Mana asosiy avtomatimizga keladi. Endi men asosiy avtomat 0 ham qo'yib yubordim. Birinchi asosiy avtomatimiz bo'ladi. Undan keyin mana 0 bittasi chiqadi. Kontaktorimiz A1 ga keladi mana. Ko'rib turibsizmi? 0. Farqi yo'q. Masalan, siz A2 ga berib yuborsangiz ham bo'ladi. 0 ni A2 ga beringda, A1 ga faza bering. Umuman farqi yo'q. O'zgaruvchan bo'lganligi uchun aniq qilmaydi. Aki yana 0 imizdan chiqadi-da. Mana ko'rgan bo'lsanglar 1 3 5 7 bular ochiq kontakt hisoblanadi. Hammasi отдельно. Siz masalan men 5 ga berdim, siz 7 ga bersangiz ham bo'ladi. Yokida 5 bilan 7 ni 0 ga ishlatib, 1 bilan 3 ni fazaga ishlatsangiz ham bo'ladi. Sizga soddoroq bo'lishi uchun shunaqa qilamiz. Keyin qarang. 0 tushunarli bo'ldi. 0 keldi, 5 ga kirdi. Mana 6 dan chiqadi. 6 dan chiqadi-da, o'zoyimizni mana en yozib qo'yibdi. Mana shu yerga kelib kiradi. Bundan chiqadi-da, 0 imiz 0 shinaga boradi. Endi mana bu 0 shina bo'ladi, shu yerga boradi. Keyin fazaga o'tamiz. Qarang, faza keldi asosiy avtomatimizga. Fazamiz chiqadi. Kontaktorimizni birinchisiga keldi. Birinchisiga siz masalan 1 dan 3 ga peremechka olsangiz ham bo'ladi. Keyin 2 dan chiqdi-da, mana 1 2 3 4 5 6 8 gacha bo'lsa, 1 dan kirdi, 2 dan chiqdi, 3 dan kirdi, 4 dan chiqdi, 5 dan kirdi, 6 dan chiqdi, 7 dan kirdi, 8 dan chiqadi. Tushunarlimi? 1 ga faza kirdi, 2 dan chiqdi-da, mana qarang. 2 dan chiqib, mana o'zoyimizni fazasiga kelib kiryapti. O'zoyimizdan faza chiqyapti-da. Avtomatimizni tepasiga kelib joylashyapti. Bu tepasida mana peremechka bo'lib ketaveradi bu. Endi включательni qo'yishdi. Включательimizga faqat 0 kiradi. Mana qarang. Asosiy avtomatimizdan chiqyapti. Bitta faza olamizda, bu yerdan faza olib, включательimizni masalan 1 klavishli bo'lsa, любой bitta uchiga olib boramiz. Mana keldi, ko'rdinglarmi? Ikkinchi uchidan chiqaramizda, qarang. Chiqarib kontaktorimizni A2 ga olib kelamiz. Bo'ldi. Mana shu holatda master включатель ishlaydi. Etabi qaraylar, asosiy avtomat, kontaktor va o'zodan keyin gruppa shu holatda xavfsiz yig'ilgan bo'ladi. Endi yoqib ko'rsatamiz. Qarang. Ko'rdingizmi? Masalan, o'chiradigan bo'lsangiz, olib xonadoningizda Wi-Fi xolodilnik yokida katyol aristoningizdan tashqari qolgan hamma gruppangiz o'chadi. Masalan, uzoq safarga ketadigan bo'lsangiz, buni qulayliklari shundan iborat. Siz uyingizda